Temuriylar imperiyasida bir dona ham tilanchi bo'lmagan. Lekin sababi nimaga bilasizmi? Chunki Sohibra Amir Temurda tilanchilarga chiqargan oliy farmoni bor. Unda aytiladiki, mamlakatimizda qancha tilanchi borsa hammasini olib keling. Ish qila oladiganiga ish bering, qila olmaydiganiga davlat xazinasidan maosh bog'lang. Lekin bizni qilgan shuncha yordamlarimizga qarshi yana ular tilanchilik qilishda davom etsa, uzoq o'lkalarga surgun qiling, deydi va haqiqatan ham surgun qo'rishadi. Yoki bo'lmasam ish qila oladiganiga ish berishadi, qila olmaydiganiga maosh bog'lashadi. Temuriylar imperiyasining buyukligini tasavvur qiling. Bugun 9-aprel, Sohibra Amir Temurda tavallud ayyomi. Shuni bir eslatib qo'yaylik deb. Sohibra Amir Temur Hindiston va Izmirning fotihi. Sohibron, Ko'rayoni maqtasi oz. Lekin do'stlar, Telegramga yana ham ko'proq obuna keladigan bo'lsa, Temuriylar imperiyasining soliq tizimini batafsil tushuntirib beramiz. Shuning uchun Telegram kanalimizga obuna tashab qo'ying. Yaqinda YouTube kanalimiz ochiladigan bo'lsa, Telegramdan xabarini beramiz. Chunki YouTube'da batafsil ma'lumotlar tahlillaymiz. Salomat bo'ling. Jangchidek fikrlang, esdan chiqmasin.